Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim asosida tarbiyalashga texnologik yondashuv. Ikkinchi rejamiz bola shaxsini tarbiyalashda rivojlantiruvchi muhit faoliyatini o'rganish. Uchinchi rejamiz bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish shart-sharoitlari. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar har bir bolaning individual xususiyatlariga mos keladigan ta'lim va tarbiya usul vositalarini aniqlaydi. Shu bilan birga bolalarning munosabatini va faoliyatini tashkil etilishini o'zgartiradi, turli o'quv qo'llanmalaridan foydalanadi. Ushbu qo'llanmalarga esa quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Tadqiqot, ya'ni muammolarni izlash, kashfiyot orqali o'rganish va tajriba olib borish. Kommunikativ, ya'ni munozara, nutqni rivojlantirish, fantaziya, notiqlik. Keyingisi o'yin orqali o'rganish, ertak, vaziyat, sahnalashtirish, fantaziyaga kirish. Keyingisi psixologik, ya'ni o'z taqdirini o'zi belgilash, bolani tanlashga o'rgatish, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi himoya qilish, o'zini tarbiyalash. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda pedagog e'tiborga olishi kerak bo'lgan omillar. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishda ta'lim jarayonida bolaning bir vaqtning o'zida o'ynashi, rivojlanishi va o'rganishi uchun imkoniyat yaratish kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar va pedagog o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning asosiy shakli ularning birgalikdagi faoliyati hisoblanadi. Birgalikdagi faoliyat bu bolaning subyektiv pozitsiyasini egallash shartidir. Jarayon davomida bolaning qiziqishlari, moyilligi, ehtiyojlari, istaklari qondiriladi, ijodiy salohiyati rivojlanadi, shaxsiy fazilatlari, ya'ni faoliyati, tashabbusi, mustaqilligi, ijodkorlik sifatlari shakllanadi. Birgalikdagi faoliyat quyidagicha tashkil etiladi. Bolalarni qiziqtirgan muammolarni birgalikda aniqlash, bolalar faoliyatining maqsadini birgalikda aniqlash, bolalar faoliyatini birgalikda rejalashtirish, taxminlar, muammolarni hal qilishda vosita va materiallarni, usullarni tanlash, bolalarning mustaqil faoliyati, tarbiyachining individual yordami va birgalikdagi faoliyat natijasini muhokama qilish, yutuqlarni muhokama qilish, muvaffaqiyatsizliklarni aniqlash. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishda pedagog quyidagilarni bajarishi lozim. Bolalarning yoshi, qiziqish va imkoniyatlarini inobatga olish, ta'lim jarayonini hamkorlikdagi o'yin, izlanish faoliyati shaklida tashkil etish, bolaning birgalikdagi faoliyatiga oid har qanday so'rovga javob berish, birgalikdagi tashkillashtirilgan ta'lim faoliyati davomida har bir bolaga ismi, sharafi bilan murojaat qilish uchun vaqt va imkoniyat topish, bajarayotgan ishiga qiziqish bildirish, rag'batlantirish, qiyinchiliklarni yengishga yordam berish, barcha bolalarni bu ta'lim faoliyatida qatnashishga majburlamaslik. Bolani o'yinlarga jalb qilish, ya'ni tashabbusini uyg'otish, u bilan uning xohish istaklarini inobatga olgan holda rivojlantirish uchun turli variantlarni muhokama qilish. Shaxsga yangicha qarash quyidagilardan iborat. Pedagogik jarayonda shaxs obyekt emas, subyekt hisoblanadi. Har bir bola qobiliyat egasi, ko'pchiligi esa iste'dod egasi hisoblanadi. Yuqori yetuk qadriyatlar, ya'ni saxiylik, muhabbat, mehnatsevarlik, vijdon va boshqalar aynan bu shaxsning ustuvor xislatlari hisoblanadi. Munosabatlarni demokratlashtirish esa quyidagilarni o'z ichiga oladi, ya'ni bola va tarbiyachining huquqlarini tenglashtirish, bolaning erkin tanlab olish huquqi, xatoga yo'l qo'yish huquqi, o'z nuqtai nazariga ega bo'lish huquqi, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi munosabatining asosi, ya'ni taqiqlamaslik, boshqarish emas, birgalikda boshqarish, majburlash emas, ishontirish, buyurish emas, tashkil etish, chegaralash emas, erkin tanlab olishga imkon berish. Yangi munosabatlarning asosiy mazmuni hozirgi zamon sharoitida
samarali natija bermaydigan va g'ayri insoniy hisoblanadigan majburlash pedagogikasidan voz kechishdir. Muammo bu yondashuvni mutlaqlashtirishda emas, balki uning oqilona mezonlarini aniqlashdadir. Erkin o'qitishga esa quyidagilar bilan ishonchga asoslangan erkin talabchanlik, mashg'ulotga qiziqish uyg'otish, bilishga va faol fikrlashga rag'batlantirish, bolalarning mustaqilligi va tashabbusiga tayanish, guruh orqali bilvosita usullar bilan talablarni amalga oshirishni ta'minlash hisoblanadi. Bundan tashqari, bola shaxsini rivojlantirishda shaxsning intellektual qobiliyatini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunga kelib, maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim va tarbiya jarayonini sifatli tashkil etishda pedagoglar o'yin texnologiyasidan keng foydalanishyapti. Ayniqsa bolaning intellektual salohiyatini, mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda didaktik, syujetli rolli, harakatli o'yinlarning ahamiyati va o'rni katta. Zamonaviy va innovatsion ta'lim texnologiyalaridan to'g'ri va samarali foydalanish har bir pedagogning pedagogik mahoratiga bog'liq. Didaktik o'yinlar bolalarda albatta mantiqiy fikrlashni, intellektual salohiyatini, diqqatini, xotirani kuzatishni rivojlantiradi. Xulosa qilib aytganda, bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limga asoslanib ishlayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan bolalar an'anaviy dastur bo'yicha tarbiyalanayotgan bolalarga nisbatan ancha qobiliyatli bo'ladilar, chunki bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'limda bolaga yaxlit shaxs sifatida qaraladi, unda tana, aql, hissiyot va ijodkorlik mujassamdir. Shu bilan birga shaxsiy tarixi va ijtimoiy kelib chiqishi ham inobatga olinadi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ma'ruza mashg'ulotimiz yakunlandi. Biz mustaqil ta'lim uchun topshiriq sifatida bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim mavzusida noan'anaviy mashg'ulot ishlanmasini tayyorlang va o'qib o'rganing. E'tiboringiz uchun rahmat.